bu savolingizdan xafa bo'lmasangiz oldingi intervyularimiz Qashqadaryo o'lchab o'tishni xohlaymiz deganda mana shu cheklovga o'z to'sib shu haqida bu bu yoqda intervyuda intervyu chunki har bir Qashqadaryo vakili baribir Qashqadaryoda qolishni xohlaydi. Biz Qashqadaryo bo'lganligimiz uchun aytdik. Bu biz xohlaymiz. Qashqadaryo agar Farg'onalik muxlis yo murabbiydan so'rasa, ular Farg'onada yashaydi. Mana bu savolga noto'g'rilar chiqargan, man bilmayman. Qanaqa chiqargan, man aytdim biz xohlaymiz. Shu boshqa narsa o'z kuchi bilan nekcha o'z kuchi bilan kimni omadi bersin. Chempionlik uchun kurashadi. Rahmat. Hozirgacha avval alohida ta'kidlaymiz. Savolim shunday bo'ladiki, mashhur jamoasini oxirgi 4-5 turdagi o'yinlarga qaraydigan bo'lsak, bugun noodatiy tarkib tushdi. Qo'qon 1900 jamoaning asosiy o'yinchilari, butun mavsum davomida asosiy o'yinchilari o'ynagan futbolchilarga 8-chi raqamli futbolchilarga, darvozabonga 57-chi raqamli futbolchilarga bugun dam berildi. Yoshlarga imkoniyat berildi. Va ikkinchi taym ularning qo'shilishi natijasida g'alabaga olib keldi. Bu strategiya alohida shu mashg'ulotlar davomida shakllandimi yoki futbolchi hali ular o'yinga uchun tayyor emasmi? O'sha haqida to'g'ri savol. Bu taktik holat desak ham bo'ladi. Chunki bizda birinchi taym o'sha muvozanatni saqlash kerak edi. Ikkinchi taym chiqqan futbolchilar ko'proq agressiv atakada hujumga chiqishimiz kerak. O'shaga biz tayyorlanib narsa qilib qo'ydik. Agar biz necha o'ynasak, baribir narsa xohlaysiz yo'q, o'zini uyidagi hujumga ko'proq o'tadi. Bizda qarshi hujumda vaziyatlar bo'lishi mumkin. Biz o'shani inobatga olib shunday qaror qildik. Sardor Abdurayevning ozgina dramasi borligi uchun uni zaxirada oldik. Qolganlarga esa yoshlarga esa baribir qachondir yoshlar ham shunaqa o'rinda o'zini ko'rsatishi kerak. Yoshlar ham bor haqqimizda. Futbolda nizaminiy yo'q. O'sha uchun kim shu kecha tayyor, kim o'zi trenirovkada yaxshi ko'rsatdi, shunga qarab biz sostav tuzamiz. Ikki o'yinlarga ber Islom. Samara. Bu sog'ligi bilan muammo borligi uchun sog'lik. Jamoa. ular jamoa uchun bo'ladi. Ma'lumot harakatlar. Umar Aminov kreativ futbolchi, juda ko'p jihatlari juda ko'p, ozgina oyoqda travmasi borligi uchun uni ham zaminada biz ushladik. Bu o'sha vaziyatlarga kerakli vaziyatlarga, kerakli joylarga to'p saqlanib turadi. To'pni chiroyli vaziyatlarga futbolchilarga chiqarib shu xususiyatlari bizga yoqadi. O'sha uchun uni ikkinchi taym saqlab qolganmiz. Ko'proq undan foydalanish niyatimiz bor edi. Bizni o'ylagan rejamiz amalga oshdi. Otabekka bugungi derbi, Voha derbi saatida eng qattiq o'yin bo'ldi shunday. Men bosh murabbiy sifatida o'zim uchun eng yaxshi o'yinlarimizdan biri, eng yaxshi Qashqadaryo derbisidan biri degan bo'ladi. Nega bugungi o'yindan chetroq hozirgi savol beryapman. Milliy terma jamoamizga yangi murabbiy tayinlandi. Asosiy davlat jamoalari o'yinlarini bevosita maydondan turib tomosha qilishga bordi. O'shandan keyin agar Superligamizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Superliga o'yindan oldin favorit qaysi jamoa ma'lum deb o'ylashadi. Lekin o'sha murabbiy almashgandan keyin natijalarga qaraydigan bo'lsak, outsider jamoalar ham kutilmagan sensatsiya ko'rsatishi aslida necha Buxoroni o'ynashi bugun Paxtakor necha o'ynadi, Buxoro 1912 bilan bugun Mash'alni g'alabasi. Murabbiyning bitta milliy terma jamoamizning bitta ana shu o'zgartirish kiritishi, ya'ni o'yinlarni o'zi bevosita maydonda ko'rish futbolchilarga ta'sir qildi. Ular ham milliy terma jamoasi haqida
ishlash, terma jamoada to'p surish, mani orzuyim shu. Har bir sportda amosi bor inson shu yuqori natijalar yuqori o'rinlarga ishlash. Bu ba'zi futbolchilarga ta'sir qiladi, hamma o'zini ko'rsatishga harakat qiladi. Qayerdadir bu foydamizga ishlashi mumkin, qayerdadir zararimizga ishlashi. Chunki bizda Xorazm bilan uyda kelgan payt biz xohladik, biz uyda mag'lub bo'lib qoldik. Bu ham qayerdadir ta'sir qilishi mumkin, yomon tomon. Shuning uchun baribir foydasi bo'ladi. Bugungi mashaqqatlarimizni tabriklaymiz. Uchrashuv sizni rejangiz asosida bo'ldimi, qanaqa yoki tasodifmi? Yo'q, tasodif deb bo'lmaydi. Chunki biz bilardik bu o'yin qiyin bo'lishini. Biz ikkinchi jamoa bo'lib harakat qilishga уже tayyorlandik. Intiboq holatda ondan keyin biz Nasafni o'yinlarini tahlil qildik. Nasaf bilamiz, eng kuchli jamoalardan biri. Bu o'sha uchun biz Nasaf hurmat qilgan holda baribir bir ochko uchun ham maydonga chiqdik. Shuning uchun omadimiz keldi, g'alaba qozondik.